Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala aytadi, biz ularning barmoqlarini shen o'z o'rniga qo'yib qo'yamiz deydi. Barmoqlarini shen yaratamiz deydi. Adamzat dunyoda hozirgi kunda 7 milliard bo'ldi adamzat. 7 milliardinchi adamzat tug'ildi. 7 milliard bo'ldi dunyoda adamzat. Sol 7 milliard adamzatning mana barmoqlari bir-biriga o'xshamaydi. Mana barmoqlari barmoqdan oladi-ku, жаңағы. Отпечатки пальцев barmoqdan жаңағыдagi neni oladi, izini oladi. Barmoqdan izini oladi. Ne uchun desa, birine o'xshamaydi. Mana o'sha Saudiya mamlakatiga kirsangiz, mana 4 sovsağınızı bitib qo'yib qo'yadi. O'tgan sizning barmog'ingizni oladi, sizning barmog'ingizga boshqa odam barmog'i o'xshamaydi. Allah subhanahu wa ta'ala qarangiz, bir uyda bir ota-onadan 5 bola, 10 bola tug'iladi bo'lsa, onun barmoqlari bo'lak-bo'lak. Qarangiz. Qur'onda Allah subhanahu wa ta'ala biz ularning barmoqlarini da o'z o'rniga qo'yib qo'yamiz. Boshqa yerda emas, barmoqlarni bir-biriga o'xshamaydigan barmoqlarni o'z o'rniga qo'yib qo'yamiz.